Biz bu video darsimizda n'ga n matrisalar berilsa, uning determinantini topishni ko'rib o'tamiz. Misol uchun bizga 2 ga 2 matrica berilgan bo'lsin. Biz uni, demak, MATLAB dasturiga kiritishimiz uchun Command Windows oynasiga kiritamiz. Ya'ni misol uchun A matritsamiz, demak, MATLABda kvadrat qavs ichiga olib yoziladi. Demak, uning ustun elementlari 3, 4 bo'lsin. Demak, ustun elementlari birinchi satrni kiritganimizdan so'ng nuqtali virgul bilan ajratamiz. Keyingi satri 5, 6 bo'lsin. Demak, bu 2 ga 2 matritsani hosil qildi. Nuqtali virgul bilan tugatamiz va enter tugmasini bosib keyingi satrga o'tamiz. Bunda demak bizga matrisaning determinanti kerak bo'lsa, determinant ya'ni det funksiyasidan foydalanamiz. Nuqtali virgul. Demak, bizda workspace oynasida determinantning demak qiymatini ko'rsatdi. Jadval shaklida, ya'ni bu shaklda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni determinantning matrisaning qiymati, ya'ni determinantimizning qiymati 2 ga tengligini ko'rishimiz mumkin. Buni demak Command Windows oynasining o'zida ham ko'rishimiz mumkin. Buning uchun biz desp funksiyasidan foydalanamiz. Desp determinant, ya'ni det A deb nomladik. Det A ni ko'rsatdi. Ya'ni Command.com oynasida ham bu yechimni ko'rsatishimiz mumkin. Command Windows oynasida. Bunda demak bizda A matrisani shakllanganini workspace oynasida jadval ko'rinishida ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu shaklda. Biz yana bundan tashqari 3 ga 3 matrisani ham ko'ramiz. Ya'ni bizda A matrisamiz 3 ga 3 bo'lsin. Demak, elementlari demak birinchi satr elementlari 1, -2, 1, -2, 0, -3. Demak, 3-chi satrimiz -5, 8, -7 ga teng bo'lsin. Demak, nuqtali virgul, enter. Ya'ni biz ko'rishimiz mumkinki, A matrisamiz shakllandi. Bunda demak buni jadval ko'rinishini ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni 1, -2, 1, -2, 0, -3, -5, 8, -7 degan 3 ga 3 matrisani hosil qildik. Buning determinantini topishimiz uchun yana o'sha det funksiyasidan foydalanamiz. Det A det nuqta virgul. Demak, bu determinantning qiymati 6 ga teng, ya'ni workspace oynasida 6 ga teng deb chiqardi mana jadvalda. Demak, buni Command Windows oynasini o'zida ham ko'rishimiz uchun desp funksiyasidan foydalandik. Desp det A. Demak, biz Command Windows oynasida
determinantning natijasini ko'rishimiz mumkin. Endi biz bu determinantga teskari bo'lgan teskari matritsani topishimiz uchun, demak, inf funksiyasidan foydalanamiz. Ya'ni inf a bu demak, mana bu matritsaga teskari bo'lgan matritsani bizga inf funksiyasi topib beradi. Uni kiritganimizdan so'ng, ya'ni mana inf a workspace oynasida teskari matritsamiz hosil bo'ldi. Demak, yuqoridagi bu determinantimizga teskari bo'lgan matritsamiz, ya'ni bu jadvalda ko'rinadi. Inf funksiyasi bilan hosil qildik. Endi buni Command Windows oynasida ham ko'rishimiz uchun disp funksiyasidan foydalanamiz yana. Demak, buni Command Windows oynasida ham bu matritsaga teskari bo'lgan matritsani hosil qildik. Ya'ni bu 1 -2 1 -2 0 -3 -5 8 -7 bo'lgan matritsamizga teskari bo'lgan matritsamizni hosil qildik. Xullas, matritsalarni hisoblashda matritsaning determinantini hisoblashimizda n ga n matritsa, ya'ni kvadrat matritsalar berilsa, matritsaning determinantini topishimiz mumkin. Va unga teskari bo'lgan matritsani ham topishimiz mumkin bo'ladi. Oldingi videolarimizda biz 4 ga 4 bo'lgan matritsaning determinanti va o'sha matritsaga teskari matritsani topgan edik. Biz buni, demak, MATLAB dasturida ham ishlashni ko'rib o'tamiz. Ya'ni bizga A matritsamiz, ya'ni 4 ga 4 matritsa berilgan edi. Buni kiritamiz. Bir 0 2 7 birinchi satri, ikkinchi satrimiz 3 - 4 2 1 nokta virgül 2 0 0 2 0 0 -2 nokta virgül 4. satrimiz 2 0 2 5. Demak, 4 ga 4 matritsamiz workspace oynasida shakllantirdik. Ya'ni ko'rishimiz mumkinki 4 ga 4. Buni, demak, Command Windows oynasida ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni determinant qiymatini hisoblaymiz. Det a det demak, determinantimizning qiymati 16 ga tengligini -16 ga tengligini ko'rdik. Ya'ni buni Command oynasida ham ko'rsatamiz. Buning uchun disp -16 ga tengligini ko'rdik. Endi bunga teskari bo'lgan matritsani topamiz. Ya'ni bu 4 ga 4 matritsamizga teskari bo'lgan matritsani topishimiz mumkin. Determinanti -16 ga teng chiqqanligi uchun. Agar determinantimiz 0 ga teng chiqsa, bu matritsaga teskari bo'lgan matritsani topishning iloji yo'q. Ya'ni teskarisi mavjud emas. Demak, bizda -16 chiqqani uchun bu determinantimizning teskarisi mavjud. Ya'ni inf funksiyasidan foydalanib workspace oynasida inf 4 ga 4 bo'lgan
teskari matritsani shakllantirdi. Ustiga sichqonchani bosib, teskari matritsani ko'rishimiz mumkin. Buni demak Command Windows oynasida ham ko'rsatamiz. Buning uchun disp inf demak bu 4 ga 4 bo'lgan matritsaga teskari bo'lgan matritsa mavjud, ya'ni bu shaklda bo'ladi. O'tgan safar demak natijalarni qo'lda hisoblangan edi. Bu safar demak o'sha yechilgan misolni MATLAB dasturida ham ko'rib o'tdik. Qo'lda yechilgan natijalar bilan dasturda yechilgan natijalar bir xilligini ko'rishimiz mumkin. Doimgidek matematikani o'rganishning eng sodda usuli bu mustaqil ravishda mashq qilishdir.